Assalomu alaykum do'stlar. Kanalda yangi video. To'g'risi men bu video chiqayotganidan juda ham xursandman. Ko'p o'yladim zomindan keyingi video qaysi shahardan chiqish kerak deb 2-3 ta variantlar bor edi. Masalan, Quyosh instituti bor edi. Quyosh institutiga borib keldim. Keyin Amirsoyga borib keldim. Amirsoy bor edi. Zomindan zo'r bo'lmasdi ular aniq. Va mana bugun shu variantlar ichida bir zo'r variant keldi. Zo'r shaharga xudo xolasa ketyapman. Bu shahar Surxondaryoda joylashgan Boysun shahri. Demak, bugungi video Boysundan bo'ladi. Kuzatinglar, like bosinglar, podpiska bosinglar kanalga. Oxirgi video zo'r ko'rildi, xudoga shukr. Va maza qilamiz. Toshkent aeroporti. Biz u shaharga, Boysunga samolyotda uchib borishga qaror qildik. Samolyotda uchib boramiz. Shu paytgacha 2 marta samolyotda uchgan bo'lsam, birortasida havoshka emas edi. Endi mana havoshkada uchyapmiz. Дамы и господа, мы рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании Узбекистан Airways. Особая благодарность нашим постоянным пассажирам. Termizga yetib keldik. Hamma uchish harakatida. O'tiribman. Men ko'p emasman. Ko'p videolar ko'rganman. Sirasi turib ketmaslik haqida. Termiz keldik. Qoldik. Rasmda keldik. Termizdan chiqib Boysungacha taxminan 3 soat yurdik. Boysunga borishdan asosiy maqsadimiz endi birinchi marta o'tkazilayotgan Tandir festivalida qatnashish. Boysun yo'lidamiz. Boysunga qarab ketamiz hozir. Chiroyli joyda to'xtadik. Ko'rinyaptimi ish qilib? Eshitishim bo'yicha bu qanaqadir tirsak deb atalar ekan va Boysunga keladigan har bir odam bu yerda to'xtab o'tar ekan. Xullas, tadbirni 2-kuni, to'g'rirog'i 1-kuni biz Surxondaryodagi 2-kunda stendlar qilingan. Parkentdagi uzun saylar degan videomdan ko'rishinglar mumkin. Mana shunaqa, xuddi shunaqa stendlar qilingan. Stendlarning ortida har xil o'yinlar masalan. Qo'lda hozir uni videoga ola olmadim, lekin mana bu yerda arm wrestling bo'lyapti. Tayyormi? Tayyormi? Ket. Ay, yigit yetib keldi. Bo'ldi. Deb shunaqa. Hozir kurashchilar. O'ting aka. Yaxshi ekan. Hammasi Jarqo'rg'onni stendini oldida. Kimlar chiqqanini bilsanglar kerak. Men bilmayman-da prosta. Shunga bilsanglar kerak deyapman. 80% usta kurashinglar. Hozir. Kurash. 80% usta. Eng zo'r stend menimcha Boysunning o'ziniki bo'lgan. Boysundagi bir kanyonni nima qilishgan? Installyatsiya qilishgan. Buni bormi buni? Ana baba. Buni bormi? Sahnaga dengizlar.
Solingandan keyin necha soatda pishadi tandir? Narxi bilan bog'liq. 1,5 soat. Solingandan keyin Siz bitta rasmga qarsillataylik, ey. 1 soat 20 minut. Xondirada ertaga ham bo'lamiz. Lekin Tandir Festga kelmaymiz, boshqa joyga boramiz. Bu yerdan ham videolar bo'ladi. Shuning uchun umuman Tandir Festdan bir itok qilaylik, xulosa qilaylik. Parketdagi uzum sayladan xuddi qimmatroq versiyasi, chunki qo'y go'shtlari pishiriladi bu yerda, uzum emas. Ili vino emas. Vino qimmat deyishinglar mumkin, no. Xullas. Yaxshi, zo'r festival bo'ldi. Menga yoqdi. 4 kun bo'lsa 4 kun qolardim. Chunki tandir yoqdi menga. Tandir 4 kun bo'lsa 4 kun yeverardim tandir. Umuman birlar mesni aholi uchun, shu mahalliy aholisi uchun ancha bir qiziq tadbir bo'ladi. Mana chiroyli kiyimlarni kiyishadi, chiroyli prochoskalar qilishadi, kelishadi. Maza qilib aylanishadi. Men nazarim. Qanaqadir hududni turizm salohiyatini oshirishga ham yordam bersa kerak bu. Shuning uchun nima deymiz, yaxshi yo yomon deyishdan yiroqman. Kamchiliklari ham bor, yaxshi tomonlari ham bor. Shuning uchun hozir kanyonga keldik. Конечно, не Grand Canyon, но Boysun Canyon. Hozir ko'rsataman. Maske tushmaymiz ham. Gel bitta bosib qo'y. Bo'rilar bormi? Tuya bo'rilar. Qizil kanyon deb ataladi. Eshitdinglarmi? Kamerada butun go'zallikni his qilish qiyin, lekin juda ham chiroyli manzara. Shunaqa. Qizil joylar lekin. Masalan, Rasmga qo'ying. duel aka. Zo'r joylar. To'g'ridagi men bor-ku, bu yoqqa qarasangiz ham metan zapravka, bu yoqqa qarasangiz ham metan zapravka deydigan. Masalan, mana shu Qizil kanyon deyilar ekanda. Такой Qizil kanyonda bundoq qarasangiz. Kapim. Kayf. Rasm chopdi. Hali qo'ymadsan. Hozir birinchi bir olib qo'yaman. Aytishlaricha mana shu joyda Sardor Ahilxon klip olgan ekan. Ham joyda. So, tepaga chiqib boramiz. Azizaki, keling mana bu yerga. Hayot aka. Hayot aka, Davay. turistik nima deyiladi-ku? Kanyon Turistik marshrut maza ekan. kiritilgan ekan, turistik nimaga kiritilgan ekan. Yana. Kiring o'rgulchagizga. Nike o'z kiyimlarim bilan qo'ydi. Sizga qizoq kelgan. To'g'ri qoldi bergan. Turistik maskanga betda turistik maskanga aylantirish ustida ish olib borilyapti ekan. Turizm qo'mitasida ishlaydigan Hayot Hamrayevni so'zlariga ishonadigan bo'lsak.
Endi videoni xronometrajini ko'proq qilmoqchiman-da, shuning uchun videoni uzmay yuribman. Cho'tdan chiqilsa kerakmikan? Yo'q, odammikan? Shamollagan ash kayf. Havo. Вообще. Bismillah. Oy böyle bitta вообще boshqacha manzara ochilar ekan. Sizlar. Qadamidek lip etmiş ketsa mana dahshat. Bitta mana boy Sardor Rahimxonning qolgan joy, klip olgan joy. Ay yo'q, bunisi ekan. Biz qaysidir biri. Prosta bu joy zo'rligi shundaki, bu tomonda ham qo'ygan manzaralar bor-da. Zo'r manzaralar. Kamazlar o'sib turar ekan. O'tgan videoda, Zomin haqidagi videoda kommentiga bittasi yozgan ekan. O'ris. O'zi hamma negativ. Bo'pti. Millatchilik qilmay. Bittasi yozgan ekan rus tilida. Hamma blogerlar tabiatni ko'p ko'rsatsa, bu o'zini ko'p ko'rsatar ekan deb, shunga o'zimni ko'rsatmayman, shu tabiatni olib yuribman. Battar bo'linglar. Meni shunday go'zal yuzimni ko'rishdan bahramand bo'la olmayapsizlar. Chim ko'vaga narsa kirganda. Qaytar dunyo degan serialni ko'rgansizlar, o'shanda orqaroq deb rasmga olaman deb tushiraveradi pastga. O'shanaqa serialni oladigan joy ekan deb edi. Xondirada ertaga ham bo'lamiz. Lekin Tandir Festga kelmaymiz, boshqa joyga boramiz. Bu yerda ham videolar bo'ladi. Shuning uchun umuman Tandir Festdan bir itok qilaylik, xulosa qilaylik. Parketdagi uzum sayilini xuddi qimmatroq versiyasi, chunki qo'y go'shtlari pishiriladi bu yerda, uzum emas. Ili vino emas. Vino qimmat deyishinglar mumkin, no. Xullas. Yaxshi, zo'r festival bo'ldi. Menga yoqdi. 4 kun bo'lsa 4 kun qolardim. Chunki tandir yoqdi menga. Tandir 4 kun bo'lsa 4 kun yeverardim tandir. Umuman birlar mesni aholi uchun, shu mahalliy aholisi uchun ancha bir qiziq tadbir bo'ladi. Mana chiroyli kiyimlarni kiyishadi, chiroyli prochoskalar qilishadi, kelishadi. Maza qilib aylanishadi. Men nazarim. Qanaqadir hududni turizm salohiyatini oshirishga ham yordam bersa kerak bu. Shuning uchun nima deymiz, yaxshi yo yomon deyishdan yiroqman. Kamchiliklari ham bor, yaxshi tomonlari ham bor. Shuning uchun oldim men, lekin ana odamlarni chiqarishmas ekan. Mol qo'ylarni chiqarishar ekan, sama, fazlashdi. Odamlarni chiqarishmas ekan. Prosta nima desam ekan. Qachondir yo'linglar tushsa, Surxondaryoga Boysunga kelishinglarni tavsiya qilaman. Va buni video davomida ham yana ko'p tavsiya qilsam kerak, chunki aytishyapti ertaga juda chiroyli joylarga boramiz. Shu, davom etamiz. Fishing. O'ynaydiganlar bo'lsa, спасибо.
O'tib ketaolamizmi? O'tib ketolmaymizmi? Bunaqasini qilma. Ko'rinmas ekanda. Xo'ja Mayxona degan joyga ketayotgandik. Oda sabab qo'ylar podasi sabab to'xtadik va mana shu tabiat manzarasi oldida videoga olishga qaror qildim. Mana bu suv, bu tosh, tog', bu yoq tog'. Bo'lmaganda 4 tomon tog'. Va mana bu yerda mendan nima qolar, ikkimiz yashayapmiz. Rastini emsin, keldik Xo'ja Mayxonaga. Mana bu suv. Mana qaranglar. Mana toza suv, mana xira suv qo'shilyapti. Xo'ja Mayxona bulog'i ekan bu. Mana toza suv. Tiniq suv to'yasi. Endi eng qichig'i, eng menga yoqqani mana bu. Dahshat tog'lar orasidamiz. Tan deb bizga qo'yaversa, dahshat video bo'ladi. Kobalt tog'lar. Albatta kobaltsiz iloji yo'q betlarda. Hamda g'orga odamlar karavot qo'yib yotibdi. Endi biz ichkariga qarab ketyapmiz. Hech kim. Lekin mana tog'lar dahshatli ekan. Har doimgidek burchakka kelib libet tushib ketsangiz, qanaqadir Grand Canyonlar haqida gapiradi odamlar Amerikadagi. O'zimizni boysun. Shunday joylar bor. Bilmaydi odamlar. Dahshatli darajada go'zal, chiroyli. Bu hojatxona. Mana insonlarni o'ylab qilingan hamma narsa. Mana mana Jek bu. Suv bo'yida o'tirib olib, tepalarga qarab, bu yoqlarga qarab, qadimiy o'zbek g'amg'ustasiga botadigan joy ekan. Dahshat joylar ekan. Brat otda ketyaptilar. Otdalar. Qadrdon qo'ylar podasini kuzatyapmiz. Mana ko'prikdan narigi tomonga o'tishga harakat qilib turamiz. Yaxshimisiz bu? O'zbekistonda turizm salohiyatini namoyish etishda davom etamiz do'stlar. Bizni kuzating, like bosing, podpiska bo'ling, donat qiling.
Mana shu ko'prikda o'tdik. Chiqyapmiz do'stlar. Odam qo'rqadi, betlarda. Bu yerni suvi anaqa ekanda, mashhur ekan. Tog'ni suvi. Shu suvni ichmoqchimiz hozir. Qo'ja mayxona bulog'i. Hozir mana aka suv olib beradi bizga. Oba. Ko'rish kerak. 200 tane tab olamiz hozir. O'z botir bitsangiz-chi? Bitta vaynlar qanaqa olishini ko'ryapsizlar. Wow, dahshat ekan. Bosh kayf ekan. Dahshat ekan. Hozir biz Xo'jamayxona bulog'idan chiqib, Tanglisar darasi tomon ketyapmiz. Endi kutishga bilasizlarmi? Shuncha to'liq to'g'ramadim tadbirlar. Umuman olganda bu shunaqa joylarki, har bir qadamda to'xtab rasmga tushgis keladi. Har bir qadam siz uchun juda chiroyli tabiat foni bo'lib bera oladi. Umuman quyosh tegmaydi degan joyingiz shumi? Sar olaylik, umuman quyosh tegmasangiz. Da normal ekan.
Joyi nomi nima? Nomi Sangi nimadir? Sangi nimadir? Yozilgan nimadir? Dahshat. Это asmir. Va bu dahshat. Narigi tomoni ham tog'larmi? Shunaqa ketaverdi. Bet qanaqadir o'pirilish bo'lganmi deyman-da. Yuvilgan. Ha, Sel ko'p keladi. Buni suv yurib o'tdi. ha, ha. Nam. Yerlar. Mendan nima qolar? 2 misra she'r, 2 sandiq kitob, bir uyum tuproq. Odamlar ortimdan nima desalar, men seni o'ylayman o'zimdan ko'proq. Lola, Lola jonim, Lolam saldoq. Hayotdagi Lola qizg'aldoq ko'tarib tushmoqchi edim. Lola Qushlar ovozi dahshat ekan. Au! Eshitmadim demanglar. Eshitganlar jilmanglar. Dahshat joyda turibmiz. Короче, ovoz qaytar ekan. Mayli. Yu. Ikkita tog'lar orasida kinolarda ko'radigan joylarimda yuribmiz. Qachondir orzu bo'lgan bitlarda yurish menga. Shunaqa joylarda yurishda endi. Kinomi Hayot aka? Qaysi kino? Shu bilan Boysunga bo'lgan safarimiz qaridi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang.